Qashqadaryo viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyida ko'plab eksponatlarimiz mavjud. Shular jumlasidan me'moriy devor qoplamalari haqida men sizlarga gapirmoqchiman. Me'moriy devor qoplamalari 10-11-asrlarda Ko'jortepa hududiga tegishli hisoblanadi. Bu hozirgi kunda Qarshi tuman hududiga to'g'ri keladi. Bu Ko'jortepadan topilgan me'moriy devor qoplamalari o'zining serjiloligi va naqshinkorligi va rang-barangligi bilan boshqa eksponatlardan ajralib turadi. Bu hozirgi kunda bizning Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyimizda saqlanib kelinmoqda. Bu devoriy qoplamalar saroylarni bezashda va qabr toshlarini yasashda foydalanib kelingan. Bizning muzeyimizda saqlanayotgan yana eng muhim eksponatlarimizdan biri bu harbiylarning qurol aslofalari, ya'ni 18-17-asrlarga tegishli ekanligi aytib o'tilgan. Po'latdan to'qilgan sovut. Ya'ni bu sovutni asosan ikki maqsadda kiyishgan jangchilar. Birinchisi dushman hujumidan himoyalanish, ya'ni u nayza zarbadan himoyalanish maqsadida va buni temirdan to'qilishiga sabab birinchi o'rinda og'irligini kamaytirish, ikkinchi o'rinda jang harakatlari paytida harakatlanish qulay bo'lishi uchun ushbu zanjirsimon shaklda to'qilgan. Mana bu nayzamiz esa asosan markaziy shahar darvozalarini qo'riqlovchi soqchilar tomonidan qo'llangan nayza. Bu mustaqaramiz 6-8-asrga tegishli bo'lib, Kunjutli tepadan topilgan. Bu mustaqaramiz asosan karvon yo'llarida safarda yurishda foydalanilgan. Ko'rishingiz mumkin, mustaqaramizning tag qismi tekis bo'lib, hayvonning bel qismida qulay joylashadi. Bosh qismi ingichka qilib ishlangan, sababi ikkita mustaqarani bir-biriga bog'lab olib yurish qulay. Bu mustaqaramiz restavratsiya qilingan.